Bugun sizlarga umurtqa bel grejasi og'rig'ini kamaytiruvchi mashqlarni ko'rsataman. Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilarimiz. Men Xolmurodov Abdulaziz, Umurtqa Center klinikasida vrach-reabilitolog shifokor sifatida ish faoliyatimni boshladim. Bugun men sizga umurtqa bel grejasidagi og'riqlarni, beldagi va oyoqdagi og'riqlarni belga sentrlashtiradigan, ya'ni bu mashqlar zamonaviy meditsinada isbotlangan mashqlar bo'lib, Makkenzi va McGill ishlab chiqqan mashqlarni sizlarga ko'rsataman. Makkenzini 3 ta mashqlardan boshlaymiz. Birinchi mashqimiz qorinda yotish. Buning uchun birinchi uzunasiga yotib olamiz. Qo'llarimizni cho'zib, shoshmaymiz. Grejani mashqlarida umuman shoshish mumkin emas. Sekin oyog'imizni to'g'rilab oldik, qornimizga keltirib olamiz va qo'limiz bilan ushlab shu pozada 3-5 daqiqa turamiz. Va bu mashqimizni qilayotganimizda oyog'imizdagi og'rig'imiz sekin belga qarab chiqishni boshlasa, bu natija bor degani. Bu degani yaxshi tomonga o'zgarishi bor degani. Endi ikkinchi mashqimiz tirsakka tayanib yotish. Uzunasiga yotib olamiz. Tirsakka tayanib, mana shu turamiz 40 sekund. Shu turgan paytimizda e'tibor qilib turishimiz kerak. Og'riq tepaga qarab chiqishni boshladimi, oyoqdan belga qarab ketishni boshladimi, e'tibor qilamiz. Endi pozitsiyani sekin o'zgartiramiz. Yotib, o'zi bemalol shoshmasdan qo'limizni yarimgacha ko'taramiz, oxirigacha ko'tarmaymiz va e'tibor qilib turamiz. Og'riq yo'qmi, hammasi yaxshi o'zimiz his qilayotgan bo'lsa 40 sekund turgandan keyin yana qaytamiz pozitsiyaga. Va oxirida o'zi yana 40 sekundga ko'tarilamiz. Qo'lni oxirigacha ochamiz o'sha bunda. Agar og'riq kuchaysa yoki o'zingizni noma'qul his qilishni boshlasangiz, birdan to'xtatasiz bu mashqlarni. Boshda ham, oxirigacha ko'zda ham ko'tarib turishimiz kerak. Endi 3-mashqimiz tik turgan holda qilamiz bu mashqimizni. Bu mashqda ko'pincha ko'p o'tirib ishlaydigan, kompyuterda o'tirib ishlaydigan odamlarga juda ham yaxshi yordam beradi, ayniqsa oyog'i og'rib qolganda yoki beli. Shunda turib onlay mana shunaqasiga rastashka qilamiz. 5-10 sekund. Va xuddi shu tempda 10 marta takrorlaymiz. Bir kunda 4-5 podxod qilsanglar bo'ladi. Endi esa do'stlarim, McGill'ni 3 ta mashqini sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchi mashqdan boshlaymiz. Birinchi mashqimiz modifikatsiya qilingan press. Oyog'imizni cho'zib olamiz, shoshmaymiz. Bir 30 sekund nafas olib, shoshmasdan. Grejada shoshish mumkin emas mashqlarda ayniqsa. Yana bitta oyog'imizni ko'taramiz. Ikkita qo'limizni bel sohasiga qo'yib, bo'ynimizni ko'taramiz. Ana shu pozada boshiga 5-10 sekunddan boshlasanglar bo'ladi. Har 2 haftadan keyin oshirib borsanglar bo'ladi. 5-10 sekunddan ko'paytirib borsanglar bo'ladi bu mashqlarni. Almashtiramiz. Dam olib shoshmasdan sekinlik bilan qilamiz yana. Juda pressga qiziqib, yana boshinglarni ko'tarib o'rmanglar, sizlar yengilgina nagruska bo'lishi kerak pressga, yana kuchli emas. Endi ikkinchi mashqimiz bu yon planka deb nomlanadi va hozir buni siz bilan birga qilamiz. Iloji boricha bir tekis biron nimaga chizib olasizlarmi, bir tekis yotishinglar kerak.
va belinglar qiyshayib ketmasin. Bir tekis yotib bu mashq qilinglar. Boshlanishga 5-10 sekund yetadi. Va keyin xuddi shunaqa almashtirib pozani qilasizlar yana. Kuniga 4-5 podxoddan qilsanglar bo'ladi buni. 3-mashqimiz va eng oxirgisi bu bird dog deb nomlanadi. Rus tilida собака птица. Bu mashqda belimizni to'g'ri ushlaymiz. Bunaqa ko'tarilib ham ketmasin yoki ichkariga ham kirib ketmasin. Tekis turinglar. Endi bu mashqimizda misol uchun chap qo'limizni ko'tarsak va unga qarama-qarshi oyog'imizni ko'taramiz. Va bir tekis iloji boricha ko'tarishga harakat qilinglar. Oyoq tepaga qarab hamnaqasiga chiqib ko'tarilib ketmasin. Bu o'zi noto'g'ri bo'lib qoladi. Tekis iloji boricha ushlashga harakat qilinglar. Va xuddi shunaqa pozitsiyani almashtiramiz. Bu ham где-то 5-10 sekunddan boshlasanglar bo'ladi. Har 2 haftada 5-10 sekunddan ko'paytirib borasizlar bu mashqlarni qilguncha. Xuddi shunaqa o'ng qo'limizni ko'tardik, chap oyog'imizni 5-10 sekund turib. Shu bilan bugungi mashqlarimiz tugadi. Agar sizda ham belda og'riq, oyoqlarda og'riqlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizda konsultatsiyalar bor va kommentariyada birorta savolinglar bo'lsa, yozib qoldirsanglar biz javob beramiz. Hammaga xayr.